Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva oshqozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozoriga kelganmiz. Fikr mulohazalarini kommentga yozib qo'yaverasizlar. Videolarimizni yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar do'stlar. Like bosib tekin sizlarga ham, bizga ham tegib qilmaydi. Xudo xolasa bosib qo'yaveringlar jigarlar. Ro'zg'or bop jaydari sigirlarga ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Hafta kuniga yakshanba biz Yangi Qo'rg'ondan boshladik. Voy, nima bo'lyapti? Uzi qo'ya, uziga. 22 bilan 500. 22 bilan 500 mana sotilgan variantlardan. Bolasi xunajinchi ekan. 22 bilan 500 bo'pti jigarlar. Bo'ylari 120 filisimiz chiqadi narsa bo'ylari. Yaxshi. Sutlari ham yaxshi ekan. Xo'p, sekin boshlayveramiz, akalar bo'lmasa. Ha, sotdingiz buni? Nech pul bo'ldi? Nech bo'ldi? 26. Bo'g'ozmi? 26 million bo'g'oz bo'lgan mana. Do'stlar. 26 million so'm. Bo'ylar 120 pilisini sotarga chiqadi. Xo'p, sekin boshlayveramiz, akalar. Bolasini o'shiga. Aka qancha bo'ldi? 25 million 300 so'rayapti, bermayapsiz, ha? Nechinchisi bolasi? Birinchisi hali buzov emas. Hali buzovmi? Birinchisiga mana. Sut nechta beryapti aka? 5-6 beraveradi. Sut 5-6 beraveradi, ha? Bolasi ham zo'r ekan mana, novvoscha. Birinchisiga sigir qilaman deydigan ishqozlariga jonivar hali anchis tug'ib beradi sizlarga. Yuvosh-a, Necha pul qilsa beraverasiz aka mo'ljal? Abi 26 bo'lsa beraveraman. 26 bo'lsa berasiz. Dastlabki vaqtingiz bormi? 23 bilan jazma so'rayapti uni. 26 ga beraman deyapti. Telefon nomer qo'yasizmi aka? 90lik 851 82 83 ga aloqaga chiqarasiz do'stlar mana. Sotilib ketmasa agar bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Navbatdagisi ola parodiyamiz. Nech pul bo'ldi? Novvoscha ham topib olasiz? 10-chi. Nech pul qildi? 22 million 300 ga sotmayapman. 22 million 300 ga? 22 million 300 ming so'mga sotmayapti ekan, do'stlar mana. Bola xunajin ekan. Yaxshi. Yo'q, kavshan turibdi, yoshligi yaxshi. Lekin juda bo'ylab masala olgan do'stlar. Xo'p, sekin bu taraflarga o'taylikchi. Mana. O'zim qarayman. Aka qancha bo'ldi, sotildimi? Necha pul qildi? Oldilarmi? Nechta bo'ldimi? Bola xonajiniga pulni bilmas ekan. Olibdi lekin. Nuqta yo'qmi? Bu yerda gapirma. Bu foyda qilsa beraman. O'yniga bela olarlar, mashina orqaga nuqta sotib. Aka qancha qildi? Qanchaga sotildi? 24 ga ozgina kam bo'pti do'stlar. 24 millionga ozgina kam. Bittasi 22 deydi, bittasi nima deydi? Ishonib bo'lmaydi. Gapirgisi kelmay gapirdi-da. Bolani hech kimdan oldi ekan buni. Bu har tarafga o'taylik. Navbatdagi o'zimiz parodiyalar ko'ringlar, jigarlar. Bo'yi 125 pilisimiz chiqadi. Bolasi novvos ekan. Aka nech pulga bordi bu? 23. 24 ga boribdi. Birinchisimi? Ikkinchisiga. Bolasi novvos ekan, o'g'li parodigan, o'ziga o'xshagan. Chotki ekan. Nechta sut beryapti aka? Sizga nechta sut beryapti? 8 litr sut beryapti. Buzov em qo'yibdi, boshqa buzov. 8 litr sut beryapti, ha? Yuvoshligi bor, yaxshi. Garantiyasi bor. Nech pul qildi dedingiz? 23, 24 ga so'radi. 23, 24. 24 ga berasizmi hafta?
24 ga beradi mana naqqa. Ikkinchi bolasi, bola Novoscha. Yettinchi telefon nomeri? 94'lük 94lik 845 845 2205. 2205. Bu yapsizlarmi? Bu necha pul qilyapti uni? 25 so'rashyapti. Bolasini ajin. Bolasi xunaji 25 so'rashyapti ekan. Beraverasiz 25 ga, ha? 25 ga qo'shilsa qiladi. Jinni qo'shilsa beradi 25 ga. Aloqaga chiqarasiz do'stlar mana. Shu nomerga. Bola xunaji degan bu. Sifat yaxshi. Yaxshi ekan sifat do'stlar. Bunga 8 litr suti bor. 8 litr suti bormi buni? 8 litr suti bor. Buni ham 8 litr suti bor ekan mana. 25 ga qo'shishganiga berasiz. Mana shu ekanmiz. 23 qilyapti. Ha, bu bola. Bola xunajin ekan. Necha pul qildi jiyanim? 35. 35 million kami bor. Bolasi ham xunajin ekan. Bolasini 24 qildimi? O'zini ya? Bolani o'zini 24 qildi mana shu. Buqa bo'lganda. Ovoz bo'lganda yomon bo'lar ekan, gibrid ekan. Inasi ham bo'yi 30 plus minus atrofida chiqadi. Bo'yi baland inasini. Katta sigirlar. Aka qanchaga bordi? 39 ga. Nechinchisi bu bola? Birinchisiga. Birinchisiga ekan. Xunajidagidan bolasi. 39 million so'mga bor. Berishmayapti do'stlar. 39 million. Mana jonivordi mana. Sifat va sifat. Novos bo'lganda ham zo'r bo'lar ekan bu. Xunajinga yaxshi bo'ladi. Sifat zo'r ekan. Mana 39 million so'qdi mana do'stlar. 39 million berilmayapti mana. Ayta savdosi bilan hozir ko'raylik, tushadigan o'tamiz. Uzun ekan mana. Bolasini o'zi 24 million qildi. Молодец. O'sha savdosi bo'lgan yo'taylikchi. Necha pul qilyapsiz o? 26 million. Novoschan bo'lasa aka? Ikkinchi bo'lasi. Kerak, ikkinchi bo'lasi. 26 million so'm savdosi bo'lgan. Bola Novos ekanda. Novoscha. Yaxshi. 26 million so'mga yaxshi zo'r. Bo'g'ozlarni ko'rsataylik. Sifat ham zo'r ekan. Bola Novoscha ekan. Tomlarni aka necha pul qilyapti? 42,5. Bola Novos. 41,5 so'rab turibdi akamiz. Bola Novos 42,5, 41,5 so'rayapti mana. Bende keng olur. Aka sotildimi bu? 39 ga 49 ga sotilibdi jonivor, mashalloh. Sotganga ham berekasini bersin, olganga ham berekasini bersin. Bo'ylari biri 30 plus minus yuqoriroq. Bola Novos ekan, ha? Bola Novoscha 20 ta sutga. 20 ta sutga 49 ga sotildi. Berekasini bersin. Mana jonivor. 49 ga sotilibdi. 1 kam 50 ga sotilibdi.
Berekasini bersin. Sifatini qaraymiz. Necha qurkagroq ekan bu. Go'lishtini qaranglar jonim. Aka sizdanmi? Bo'ylar 1 yillik. Egasi yo'q, sotilib cheklaydi. Mana jonim. Sifati zo'r ekan. Hozir olib kelaman bugun. But bo'lsa olib keting. But bo'lsa yaxshi. Hozir men buni birinchi. Qancha savdosi bo'layapti? Mana. Necha qilyapti? 52 yarim. Bol savdosi. Savdosi bo'ldimi? Ishdimi? 52 yarim sotilib bo'lamiz, mana shunimiz. Jonivor. Bolasi bilan. Bolasi bilan, ha? Bolasini o'g'ilchami? Ha. Bolasini o'g'ilcha. Barakasi bersin, olgan ham sotgan ham mana. Tog'am olishibdi. 52 yarim. Mana bolasi. 52 yarim. Bolasi ham sifat ekanda. Orqasidan kirib mana shunaqa mol olish kerak edi, orqasi kirib keladi. Novoz olganga qaraganda. Oyoqlarni qarang baqotligini. Sifati zo'r. Cho'tka ekan mana shu. Oyoqlar baqot baqot. Mana shunaqa novozchilar olsalang bo'ladigan novoz bular. Lamzni olasan, qo'y erkaklarga qo'y. Men lamzni olyapman. O'qiydi, yetib. Bering cho'g'on aka, talash bo'ladi. Siz lamzni oldim, aka. Ellik uchga savdosi bo'lyapti, ushman. Bo'g'ozlar qatoridan bitta bir ikkita bo'g'ozlar ham so'rab o'tib ketamiz do'stlar. Ish qo'ziga. Aka bo'g'ozmi bu? Necha oylik? 7 oy to'la. 7 oy to'la. Birinchisiga? Ha, buzoq. Bali buzoq. Bo'yi 1.25 dan yuqori. Mana sifati zo'r. 7 oylik bo'g'oz ekan. Aka necha pul qildi buni? 32. 32 million. Bermayapsiz 32 ga. Sifati ham yaxshi ekan. 32 millionga bermayapti buni. Ko'chat. Hali buzoq ekan ham jonivor. Telefonni qo'yasizmi aka? Ayting. 93lik 884 884 48 39. 48 39 ga aloqaga chiqarasiz mana. Sotildimi aka? Muslimbek. Aka sotildimi? Ketdi ana, ketib qoldi. Ha. Aka necha oylik? Kunlik qoldimi? O'zi yaqinlashib qoldi. Necha pul qilyapti? 29 million so'm qilyapti mana. Kunligi qolibdi xolos jonivor. Nechinchisiga aka? Uchinchisiga. 29 qilyapti do'stlar, berishmayapti 29. Qo'shkinga berasiz 29 ga. 30 ga borammi? 30 o'tadi, 30 dan yana o'tib qolar ekan. 31 ga bormaydi, ha? 30 dan atrofida tushadi, ha? Xudo xolasa. Telefon nomer qo'yasizmi? 91lik 91lik 201 201 0930. 0930 ga aloqaga chiqarasiz mana. Kunligi yo'qopti jonivor. Mana shved nima deyapti? Shved jonivor. To qancha qilyapti buni? 40 million. Bermaysiz 40 millionga. Bor. 8 ga bor. Shved. Shved bor edi. Necha oylik? 8 oylik. Yetalangchi jinda jonivordi. Nechinchisiga bu? Uchinchisiga. Jonivor yetib balandlar. Yetib ancha baland. 8 oylik deyapsizmi? 1 oydan tug'adi ekan, ha?
Bir oy bor ekanda jonivor. Necha pul qilsa Qiymatga berardi, 2 litr qaymog'i bor edi. Endi bilmadik. Ikkinchi safarga 5 litrga chiqib qolammi qaymog'i? ha 20 ta sutga berar ekan oldin 2 litr qaymog'i bor ekan mana. Endi 5 litrga chiqib qolsa kerak jonivor. Sifat ham zo'r ekan jonivor, mashalloh. 8 oylik bo'g'ozimiz. Necha pul qilsa beraverasiz, tog'a? 40 ta olsa beraveramiz. 40 dan o'tib qolsa berasiz. 40 qachi? 40 ga bermadik. 40 ga bermadingiz, ha? Hozir yetana bo'lsa endi bilmadik. Berasiz bilmayman. 40 ga bo'lsa beraverar ekan mana. 40 ga ham beradi. Jazma so'raganlariga mana do'stlar. 40 million so'mga ham beradi. Telefon nomer qo'yasiz, tog'a? Nomer qo'ymagan sotib olmasang endi ko'rikchi beraveramiz. Abi yana uyda bo'lsa bormi? To'g'ri qoladi. Ha, aytavering. 33lik 566 0028. 566 0028 ga telefon qilaverasiz do'stlar. Beraveramiz kerakmasa. Kerak usta beraverasiz, ha? Mana zo'rlaridan mana. Siz desa ham to'g'ri. Sigir desa ham, g'oz desa ham topib beraveraman. Zo'rdan zo'r mana. Zo'r. Shvetda zo'r ekanda jonivor. 40 million so'mga bermayapti.